qilamiz, biz ko'proq vaqt bilan jang qilamiz. Ko'pchilik insultni bu shunchaki tomirlarning tiqilib qolish holati, tomirlarning muammosi deb o'ylaydi. Bu santexnika muammosi emas. Bu biz o'ylagandan ko'ra, biz tasavvur qilgandan ko'ra qo'rqinchliroq holat hisoblanadi. Bu haqiqiy molekulyar qirg'in. Bu ishemiya natijasida yuzaga kelgan neyronlar bir-birini tushunmay qolgan va o'z-o'zidan molekulalar ich-ichidan bir-birini yeb bitirayotgan bir mahshar maydoniga o'xshaydi. Mana shu holatlarni to'liq tushunmay turib biz na u insultni to'g'ri diagnostikasini yoki to'g'ri davolashini bajara olmaymiz. Assalomu alaykum. Siz bilan Temur Ashurov YouTube kanali. Tushunib turganingizdek, biz siz bilan bugun ishemik insultning patogenezini o'rganib chiqamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, miyaning molekulalarigacha bo'lgan hududlariga sayohatimizni boshlaymiz. Bilasizmi? Ishemiya boshlangan zahoti hujayra darajasidagi zanjir reaksiyalar ishga tushadi. Keling buni quruq nazariyadan xoli amaliy mantiq bilan tushunishga harakat qilib ko'ramiz. Hammasi serebral perfuzion bosimni tushishidan boshlanadi. Bundan keyin ATF sintezi pasayadi va natriy kaliy ATfaza nasosi bloklanishi natijasida natriy hujayra ichida to'planadi va natriy hujayra ichida to'plangandan keyin hujayra ichiga suvni o'zi bilan tortib oladi. Va buning natijasida hujayralarda shish yuzaga keladi. Mana bu eshitganingiz bu oddiy sitotoksik shishni patogenezi hisoblanadi. Energiyasiz qolgan neyron hujayralari esa glutamat ajralishni boshlaydi. Glutamat retseptorlarini ochib yuborgandan keyin hujayra ichiga kalsiy ionlari yopirilib kiradi. Bu eksaytotoksiklik jarayoni hisoblanadi va glutamat eksaytotoksiklik natijasida hujayra ichida yig'ilib qolgan kalsiy me'yordan ortishi hujayralarning dasturlashgan o'limini kuchaytirishga olib keladi. Kalsiy qatlovi natijasida erkin radikallar hosil bo'lishi kuchayadi. Oradan bir necha soat o'tib qon miya to'siq o'tkazuvchanligi oshadi va jarayonga vazogen shish qo'shiladi. Bu dislokatsion sindrom xavfini oshishiga olib keladi. Xo'sh, buni biz nima uchun o'rganyapmiz? Bu bizga nima uchun kerak? Biz bilamizki, o'sha ishemiya o'chog'ida ikki xil zona farqlanadi. Birinchisi bu nekroz yadrosi. Nekroz yadrosida jarayon allaqachon qaytmas tus olib bo'lgan. Ikkinchisi esa penumbra. Penumbra bu hali o'sha kalsiy kaskadlari endi boshlanayotgan, jarayon endi kuchayib borayotgan maydon hisoblanadi. Bizning barcha reanimatsion muolajalarimiz aynan shu penumbrani qutqarishga qaratilgan. Patogenezni bilish bu shunchaki imtihon uchun emas, bu har bir terapevtik harakatimizning biologik asosi hisoblanadi. Biz neyronlarni emas, vaqtni yutishimiz kerak. Siz bilan Temur Ashurov bo'ldi. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, hamkasblaringiz bilan, do'stlaringiz bilan ulashing. Savollarni izohlarda yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Neyronlaringizni asrang. Keyingi darslarda ko'rishguncha.